Ha, o'sha kutilmagan savol bo'ladi. Savolga javob berasiz. Bo'ldi aka. Assalomu alaykum Chimgan obunachilari. Mana bugun Chimganda 29-oktyabr, xudo xolasa, Toristor SF400 hamda SF500 traktorlari o'z mijozlariga yetkazib berilyapti. Xudo xolasa hozir mashina kelyapti, dastavka qilib beramiz. Endi mana birinchi 500 dan boshlaymiz. 500 SF500 xudo xolasa Namangan viloyati Qoraqo'rg'onga ketyaptilar. Akamiz Anvarjon aka xarid qildilar. Anvarjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz. Rahmat. Aka, traktorni olishdan maqsad shuni aytib o'tsangiz. Bundan foydalanish, Xudo xolasa. tirikchilik qilish. Albatta. Albatta. Keyin aka, bu Chimgan traktorini sizga kim tavsiya berdi? Shu haqida ham bir og'iz. Oldin olgan insonlar bizga yaxshilik tomonlarini tushuntirib aytganligi uchun biz qiziqib oldik. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana akalar o'zlarining fikrlarini bildirib o'tdilar. Aka, traktor barakali bo'lsin, yaxshi kunda xizmat qilsin. Pullardan baraka toping. Rahmat aka. Yaxshi kunda xizmat qilsin. Xudo xolasa keyingi yil pul yig'ib bundan kattasini olib kelish nasib qilsin aka. Charchamay, sog' bo'ling. Endi SF400 ga o'tamiz. SF400 traktorimiz Buxoro viloyati Vobkent tumaniga yo'l olyapti. Xudo xolasa mana buni xarid qilgan akamiz Mehriddin aka bo'ladilar. Mehriddin aka, assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Aka, shu traktor haqida tushunsangiz, masalan, nimaga mana undan oldin 300 bor ekan. 300 sotib 400 oldingiz. Shuni sabablarini tushuntirib o'tsangiz aka. Endi bu yerga bitta kamera qarab qo'ying aka. Endi 304 bor edi, 304 ni sotdik, ana 404 oldik. Xudo xolasa niyatimiz shu tirikchilik ro'zg'or bola chaqa boqish. Albatta. Aka, traktor barakali bo'lsin, yaxshi kunda xizmat qilsin. Xudo xolasa keyingi yil 404 sotib 500 olish nasib qilsin aka. Mayli, rahmat. Charchamang. Mijozlarga nima deb tavsiya berasiz aka Chimganda? Mana birinchisi emas, ikkinchisi. Endi yaxshi traktor menga yoqib qoldi shu traktor. Keyin zapchast taraflarida ham o'zingiz yeting. Zapchas Buxoroga bor, hamma joyga bor zapchasi. Mana hammasi bor. Mana akalar, o'zingizlar ko'rasizlar, bizning fikrimiz emas, mijozlarning o'zlarining fikri. Zapchast tarafdan Chimganga kelaverasizlar. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati. Sog' bo'linglar.